300 dan ziyod insonning jasadi topilganini ma'lum qilishdi. La'nati. Bu qanday bo'ldi? Tushunmadim, bu qanday matoh bo'ldi? O'lib ketgur juda keskir ekan. Bunga o'xshash narsani avval ko'rganmisizlar? Shu mato g'ildirakni ilma teshik qilgani juda g'alati. Shinani kesish uchun o'q tezligida uchgan bo'lishi kerak. Jenursan, kimnidir tishi yopishtirilgan ekan. Ey, Bofo yangiliklari. Petvillning janubida 4 kun avval yonib ketgan eski cherkov joyida sherif boshqaruv vakillari hozirga qadar 300 dan ziyod insonning jasadi topilganini ma'lum qilishdi. Ularning aytishicha, jasadlarning barchasi